Ma'ruf insoniy yordam tashkiloti va Bozukbiyda restoranidan Sharq Turkiston informatsion markaziga ziyorat. 2020 yılı 19 yanvar yakshanba kuni Berikamin shahrida faoliyat ilib berayotgan Ma'ruf insoniy yordam tashkiloti raisi Cengiz Uysal va Bozukbiyda restorani direktori Mukramin Qo'rqmaz apandilar Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazini ziyorat qildi. Suhbat jarayonida Sharq Turkistonning kun tartibidagi vaziyati va hal qilish choralari haqida muhim muzokaralar olib berildi. Sharq Turkiston uchur va madaniyat markazining raisi Abdujilil Qarqash apandim yillar avval Xitoy hukumatining Qur'on Karimni ko'ydirganda islom dunyosidan hech bir sadoning chiqmaganligi. Amdilikda Xitoyning Qur'oni Karimni kommunist ideologiyasiga moslashtirib o'zgartishga harakat qilayotgan mushundaq bir paytda musulmon dunyosining hech bo'lmaganda g'arb dunyosichilik Xitoyni ayblashi kerakligini bildirdi. Qozog'iston sud mahkamasi Sharq Turkistonlik qozoqning Xitoyga qaytarilmasligiga qaror berdi. Qozog'istonning Yarkat shahrida Sharq Turkistondan Qozog'istonga qonunsiz yo'llar bilan qochib chiqqan Tilak Tabarak o'g'lining Xitoyga qaytarilishi haqida 2020 yil 9 yanvar kuni sud ochildi. Mahkamada sudchi Dinara Kuybayeva Tabarak o'g'lining Qozog'istonga qonunsiz kirganligi sababli 6 oy ishchilar kampusida qilish sharti bilan Qozog'istonda qilishiga qaror qildi. Tabarak o'g'li 2016 yili Qozog'istondan iqomat olganligini va 1 yildan keyin o'qish sababi bilan Sharq Turkistonga qaytganida Xitoy hukumatining pasporti va boshqa rasmiyatlarini tortib olganligini bildirdi. Tabarak o'g'li Sharq Turkistondan Xitoy zulmi sababli qochib chiqqanligini va oilasining bundan burun Qozog'istonga yerlashganligini aytib o'tdi. Germaniyadagi turk muhojirlar Xitoy zulmiga qarshi namoyish qildi. Dünya Uyg'ur qurultiyi va Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining chaqiriq qilishi bilan Germaniyaning Berlin va Hamburg shahrida Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan razil siyosatlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan siyosatning xato ekanligini ta'kidlagan Germaniyada yashayotgan turk muhojirlar yurgizilayotgan zulmga qarshi namoyish ilib bordi. Nurg'unlagan kishi qatnashgan namoyishda kishilar qo'llarida Sharq Turkistonda ilib berilayotgan ishlarning insoniylikka qarshi ekanligi va zulmlarning to'xtashi kerakligi, shundaqli Xitoy zulmini ifodalagan lozunkalarni ko'tardi. Sharq Turkistonda 6,4 bal yer tevredi. Xitoy yer tevrashni kuzatish istansiyasi to'rining aytishicha, 1-oyning 19-kuni kech soat 9:27 minut o'tganda Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Fayzobod noyasida 6,4 bal yer tevragan. Tevrash manbasining cho'nqurligi 16 kilometr keladi ekan. Otush, Qashqar qatorliq joylarda tevrash ro'shan sezilgan. Oqsuv qatorliq joylarda mo tevrash sezimi bo'lgan bo'lib, yer tevrashdan kelib chiqqan ziyonlar to'g'risida hech qanday bir ma'lumot berilmagan. Xitoydagi yoshirin virus sababli 3 kishi o'ldi. Dekabr oyida Xitoyning Wuhan shahrida bayqalgan virusda o'lganlarning soni 3 ga yetdi. 2002 yilida yuzlagan kishining jiniga zomin bo'lgan SARS virusiga o'xshatilgan bu virus sababli 170 kishi davolanayotgan. Shaharda dekabr oyidan hozirgacha 198 kishi bu virusdan yuqumlangan va bulardan 3 kishi o'lgan. Undan boshqa 170 kishi ustidan davolash elib berilayotgan bo'lib, 44 ning ahvoli og'ir ekan. Amerikadan Liviya uqtirishi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Berlindagi Liviya yig'inida o'tirg'i chiqqan kayfiyatdan umidi borligini bildirib, Erdo'g'an, Putin, Merkel va Birlashgan Davlatlar alohida tamsilchisi Salamaning samimiy va'dalari bo'ldi. Xatarlarni azaytib, urush to'xtatishni amalga oshirdiganligini tilga ilib o'tdi deganlarni bildirdi. Berlinda o'tkazilgan Liviya yig'iniga qatnashgan raislar butun mamlakatda askariy harakatlarni to'xtatishga va qurol cheklamalarga amal qilishga chaqiriq qildi.